qo'zi qo'chqorlarni zo'rlaridan kelibdi mana, xudo xolasa. Sifatlari ham a'lo. Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari va YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga Oybek akamizning qo'ralaridan video syomka qilyapmiz. Xudo xolasa qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Oybekjon, bularni yoshlari qanaqa ekan? Aka, ikkinchi partiyaga bular ham o'sha 8-9 oyning atrofida. Bo'ylari 75 plus aka. 75 plus. Soni nech bosh ekan buni? Soni 10 bosh aka. 10 bosh. Bo'ylari necha? 75 plus a bularni. Mana qo'ylar xudo xolasa yaxshi. Ko'rishlari mumkin mana. Xudo xolasa mana. Eti ham yem yeb turgan qo'ylar. Eti bor, unaqa qurib qolgan ozg'in emas qo'ylar. Xudo xolasa mana ko'rishlari mumkin. Ular narxi nech pul qilib berasiz endi Oybekjon bularni? Aka, bu 46 dan o'tib beramiz, xayri bor. 46 dan, mana xayri bor ekan. Xayri bor. Tanlab olsa-chi? Tanlab olsa ham kelishtirib beramiz. Kelishtirib berishlar. Olsa ham, optimal olsa ham o'sha kelishtirib beramiz. Kelishimiz bor. Ko'rishlari mumkin. Dastlabki xizmatlari dastlabki ichida Toshkentgacha beramiz. Mana xudo xolasa kimga yoqqan bo'lsa like bosib, obuna tugmachasini ham bosib ko'rasizlar mana. Ko'rishlari mumkin. Dastlabkasi ham Toshkentgacha dastlabki qilib berishar ekan. Mana kelishilgan holda. Kelishilgan holda Samarqandgacha ham dastlabkani qilib berilaveradi, ha? Mana aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Namangan viloyat, Namangan tuman, Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bugun hafta kuniga dushanba 5-yanvar 2026-yil mana. Xudo xolasa sog'lom sinovdan o'tgan qo'ylar bular, ha? Yeb-ichishlarga bir hafta Yeb-ichishlariga mana xudo xolasa bir hafta garantiyasi bor ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Ekranga telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Aloqa qilib chiqarasizlar. Mana Lakasav tomon Andijon Farg'onadan kelish, o'sha 5 kepa qishloqdan chapga svetofordan buriladi, Tepaqo'rg'onga qarab kelaveradi, to'g'ri. Tomon o'sha Mingbuloqdan ham kelsa bo'ladi bu tarafdan. Mana xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar.